Mana azizlarim. Bu Ziviraboy. Bo'sh vaqtlarimda qarab tura olmayman. Ko'zimga ko'rindi degancha shu bir dorivor shifobaxsh ne'matlarni terib ketaveraman. Bu o'zimning bog'im. Bog'imda o'sgan mana shu choy o'ti deyiladi, ya'ni Ziviraboy degani choy o'ti degani. Qarang. Mana. Odam shu terib buni salqingina joyda quritamiz. Undan keyin ana qarang. Salqingina joyga quritib, maydalab choy o'rniga shuni ichish kerak. Bunga ozgina sashrat qilib qo'shsa, sashrat qilib qo'shib turib, mana yalpizni qo'shsak, shu sahr kasalman degan odamni sahrini davolaydi. Shunchalik foydali ne'matki bu. Mana qaraysizmi, gulini chiroyliligini qarang. Mana. Voy bay. Ana kelinglar, mana. Mana buni yemabsiz, ichmabsiz, dunyoga kelmabsiz. Ana. Mana shuni terib, mana shunday qilib, maydalab, salqingina joyga quritib, bir osh qoshiqini 1 litrga damlab, har 2 soatda ichib turilsa, siydik haydaydi, siydik yo'lda tuzlarni haydaydi. Tanada shish bo'lsa, oyoqlarda shish bo'lsa, yurak atroflarida havo yetishmaslik bo'lib shishgan bo'lsa, suyuqlik tanasiga ko'payib ketgan bo'lsa, mana shu bilan yalpizni sashrat qilib qo'shib ichilsa, shu muammodan qutuladi odam. Mana qarang shifo baxshligini. Shunchalik Alloh taolo insonlar uchun mana shu ne'matini yaratib qo'ygan. Mana shunday qilib terib yuraman mana. Ana. Ana. Voy. Bu harakat qilsang baraka bo'ladi degan. Qancha insonlarning savobini olamiz. Qanchadan odamlar shu shifobaxsh ne'matlarni ichib tuzalib ketadi. Ana. Mana shunday qilib teramiz, birodarlar. O'zidan bo'lmaydi terish. Mana shunday qilib yurib terish kerak. Ana. Voy. Kelinglar. Hasharga kelinglar. Ziviraboy terishga chiqqanmiz bugun. Ya'ni choy o'tini. Ertaga yalpiz teramiz. Keyin kun sashratga teramiz. Mana qarang. Buni qarang. Oh, ne'matingdan aynalay Allohim. Mana insonlarning dardiga shifo beradigan ne'mat bu. Dardingizga darmon bo'lsin. Ziviraboy tanangizni tozalab, suvlarni haydab, poklasin sizlarni. Ana. Qarang ya. Ko'rdilaringmi? Mana.